Dilara opa, ayolim homilador, dangasa bo'lib qolgan, ishlarni qilmaydi, gapirishlarida, tonlarda o'zgarishlar bor-da. O'shanga bitta chiroyli video qilib bering, sizni ko'radi. Bo'ldi, to'ppa-to'g'ri. Dangasa ekan, hech qanaqa ish qilmas ekan, yalqov ekan, homilador ekan. Nimaga indamay o'tirib ko'ring? Turg'izing, teping, qildirtiring, qilmang shu ishlarni. Nimaga qilmaysiz? Qiling. Hamma narsani qilish kerak-ku ayollar. Ayollarning qilqda joni bor-ku. Hurmatli erkaklar, sizlarga murojaatim. Bu ayollarda, homilador ayollarda bo'layotgan o'zgarishlar o'ziga bog'liq emas. Sizlardan iltimos, unaqa bosim o'tkazmanglar. Homilador ayollarni ichidagi homilasi organizmiga yot narsa hisoblanadi. Organizmga tushgan yot narsa ayolning organizmi homilani organizmi bilan kurashadi. Ayol organizmida gormonal o'zgarishlar ketadi. O'shaning uchun iltimos sizlardan unaqa katta bosim o'tkazmanglar. Chunki siz bosim qilganingizda ayol organizmida kortizol gormoni oshadi. Bu gormon oshishi hisobiga vositachi platsenta hisoblanadi. Yo'ldoshda har xil o'zgarishlar ketadi, bolaga kerakli kislorod, vitamin, minerallar yaxshi bormaydi hamda sizni zurriyotingiz nosog'lom yoki qanaqadir yetishmovchiliklar bilan tug'ilishi mumkin. O'shaning uchun sizlardan iltimos, bu ayol kishiga bog'liq holat emas, bu gormonal o'zgarishlarning hisobiga bo'layotgan o'zgarishlar. Iltimos bunaqa bosimlar o'tkazmanglar. Yaxshi gapiringlar, shu ayollar o'zi ham aytganlaringlarni qiladi.